Alloh taoloning erkatoy, arzanda, sevimli bandasi bo'lishni istaysizmi? Unda bitta duoni o'rgatib qo'yaman. Mana shu duoni har kuni qilib yursangiz, mana shu duoni natijasida Alloh taoloning eng sevimli bandasiga aylanasiz. Diqqat qiling. Allohim, sendan muhabbatingni, seni yaxshi ko'radiganlarning muhabbatini va meni muhabbatingga yaqinlashtiruvchi amal muhabbatini so'rayman. Bu payg'ambar alayhissalom qilib yurgan duolardir. Imom Termizdan rivoyat qilingan. Hey. Nima qilyapsiz, ha? Ko'rmayapsanmi? O'toq qilyapman. O't qolib. Pomidor chopyapsizmi? O'toqni ham tushunmaysiz, ha? Ana qaysi bo'lib qolmadim? Ko'z bormi? Ko'zimga titlik qizma. Marhamat qilib, mana sharikchani og'zingizga solib, lenzingizni chiqarib turing. Nima bu? Bumi? Bu haligi sartaroshlarning maxsus sharikchasi. Sharikchani olishingizni chiqarib tursangiz, taranglasa, sal olishga qiynalmayapman-da. Mana. Ha? Buni yutib olsam nima bo'ladi? Ha? Yutib olsam nima bo'ladi? Yutib olsangiz, chiqsa yo'q, ertaga olib kelamiz. Ko'plar shunday qiladi. Mana sharikdan 2 kun oldin bittasi yutib olib, bugun olib keldi. Nima? Yaptım qirg'ir. Necha marta aytdim shu o'g'limga, "Ey, shahardan olma qiz" deb. Mana soat 9 bo'ldi, hali ham turg'ani yo'q-da. Ming marta o'zimizda ana Sattor qildi, qizi yaxshi edi. Kelin? Ha, kelin. Sensiz yotolmayman. Что с тобой? Что случилось? Turmaysizmi? Ha, soat 9 bo'ldi. Ana sigirlarda sog'ish kerak. Hovlilarda kim supuradi? Oyijon, har kuni ertalab 5 ta uyg'otib, kechki 12 gacha ishlatasiz. Сегодня воскресенье. Vaskrasniysi nima? Dam olish kuni. Dam olish kunida hamma dam oladi, oyijon. Vaskrasniy kuni sigir sut bermaydimi? Ha, uni sog'ish kerak. Тихо, мама. Я спать хочу. Ладно. Yedi suda. Ma, tur jog'al. Chu? Hoshil damoy.